الحمد لله الذي أتمنى وسقاني وجعلنا من المسلمين. يا الله يا حق سبحانك وتعالى شكرا yetkazganing o'zingga beadad sanolar shukrona aytamiz. Bundan ham yaxshi barakotli fayzli kunlaringni nasib aylavergin. Hoji akamiz ham endi xizmatida yuribdi, charchamasin, Allohga shukr bo'lsin. Farzandlarining, oila a'zolarining huzur halovatini ko'rsin. Hoji akamizning ham farzandlari, duoga qo'l ochib turgan birodarlarimizning ham farzandlari, ota-onalarni rozi qiladigan solih va solihah farzandlar bo'lsin. Hoji akamizning ham farzandlaridan qorilar, qoriyalar, hofizi Qur'onlar Alloh mayzomonlar yetib chiqsin. Allohim yurtimizni tinch omon qilgin. Shu umra hajlariga yo'llar ochilaversin, yurtdoshlarimiz kelmaganlar ham kelaversin, bizlarga ham nasibsa kelsinlar, yana ham kelishni Allohim nasib aylagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.